Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli qadrdonlar. Qadrdonlar, sizlardan bitta narsani aytib qo'ymoqchiman. Men konkursimga start bergandim, bilasizlar. Konkursimda qadrdonlar bugun g'olibni e'lon qilishim kerak edi. Ammo 27 ta raqam shu paytgacha sotilibdi. O'zim meni rejam 50 ta, kamida 50 ta bo'lish kerak edi. Qadrdonlar, hammalaringizdan uzr so'rayman. Konkursimizga yana 10 kun so'roq qo'shamiz. Chunki 50 ta bo'lmasa to'g'ri kelmaydi. Chunki 50 kishiga mana nima qilib mo'ljallangandi. Chunki barabanimizga 50 kishilik qilib taxlanganda, hozir 27 ta bo'libdi. Sizlardan iltimos profilimga kirasizlar. Konkurs deb yozilgan. Zakreplionida ikkinchi nimada turibdi videomda. Kirib, hamma shartlarni bajaringlar qadrdonlar. Konkursda e'lon qilishim kerak. 10 kun. Gazeta hozir bugun 15 bo'lsa, yana 10 kun qo'shsak, 25-aprel kuni g'olibni aniqlaymiz. Qadrdonlar, sizlardan iltimos shartlarni hammasini bajaringlar, bajardim deb yozinglar qadrdonlar. Profilimga kirasizlar, konkursdagi yozib qo'yganman o'zi. O'sha videomni eshitib, shartlarni bajaringlar. Sizlardan iltimos qilaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.